Xullas gapirsang yaxshi gap gapir, bo'lmasam tek tur. SMSlar ham gap hisoblanadi, lekin bilib olinglar shuni. Chunki gapingizni yozma shaklda yozasizmi? Masalan, men ham gohida qaysidir roliklarga kommentariy yozishim mumkin. Odatda o'zi kommentariy juda ham kam yozaman, lekin gohida yozishim mumkin. O'sha yozgan yozuv meni gapim hisoblanadi. Agar o'sha gapim yomon bo'lsa, qiyomatda gapga qana javob bergan odam yozuvga ham shuna javob beradi. Chunki kommentariy yozyatib, SMS yozyatib, handaqalar borda, buni internet tilida nimadir deydi. Xullas ko'rinmas odam bo'lib olib, sasdi yuradiganlar bor-ku. Nima deydi? Yo negativ emas. Boshqacha profil ochib oladi-yu. Trollmi? Lami? Ha, bu. Sizlarda gap bilan aytibman. Trolllar ekan. Meni gapim emas bu. Xato bo'lsa parod bo'lmasin deyman-da. Xo'p. Deganim shunaqada kirib olib kommentariy yozayotganlar bor, to'g'ri. Kerak bo'lsa, xo'p, shuni o'rgin topalmas. Xo'p, men bilmasman. Lekin Alloh uni topaladi emas. Alloh uni bilib turadi o'zi. To'g'rimi? Shuning uchun ehtiyot bo'laylik. Mayli kim nima desa do'rsin, beayb Parvardigor. Sizni bitta xatoingiz bilan men sizni yomon ko'rsam, mana shu narsani xushyor eshitinglar. Bitta xatoingiz bilan men sizdan orozlab yomon ko'rsam, meni bitta xatoim bilan meni orozlab yomon ko'rsangiz, dunyoda akalar, do'st, aka, uka o'rtoq qolmaydi. Mana shu gapga men javob beraman. Nima sen kimsan javob bergani desangiz, to'g'ri hech kim emasman. Javob beraman deganim sababi inson xatodan xoli emas. Odammisiz siz axir? Ha, odamman desangiz xato qilasiz. Siz o'ylamang, Shukurlar qoriga nisbatan xato qilmayman demang. U gapingiz ustidan chiqa olmaysiz. Chiqmaysiz, bas chiqa olmaysiz. Men ham shu yerda o'tirgan kimlaringgadir nisbatan xato qilmayman, birinchidan demayman. Deganim bilan sizlarga nisbatan xato qila olmayman, deya olmayman men. Bu nima degani? Inson bugun bo'lmasa ertaga bo'lmasa indinga nimadir temada xato qilib qo'yar ekanmi? Xato qilar ekan. Endi bitta xato bilan, ikkita xato bilan sizdan orozlab, sizga teskari bo'lsa, mendan orozlab, mendan teskari bo'lsangiz, bunda dunyoda hech kim qolmaydi. Farzand ota-onasiga nisbatan xato qiladi-yu. Qolganini qo'ying. Shuning uchun musulmonda sifati hatto kechirim so'rashdan avval xatolarni kechiradi. Rasululloh bunga ishora qilib aytganlar, kim qiyomat kunida birinchi bo'lib Allohning rahmati menga nasib qilsin degan odam birinchi kechirsin, birinchi kechirim so'rasin degan. Tasavvur qilyapsizmi? Qiyomat kunida birinchi Allohning rahmatini olib, shuncha 100 milliardlab odamning ichidan birinchi Xudoning rahmatini olib, birinchi jannatga kirgisi kelmayaptimi? Qayerga kelmaydi? Nimaga o'tiribsiz bu yerda bo'lmasam? Jannatga kirish uchun o'tiribsiz hozir bu yerda. Ras shunaqa ekanmi? Jannatga olib boradigan sabablar hammasi to'planadi, keyin jannatga kiramiz biz. Sabablar to'planishi kerak. Namoz jannatga sabab, iymon jannatga sabab, sadaqat, yaxshilik, kamtarlik, to'g'rilik, adolat, halollik. Shuni ichida kechirimlilik insonni jannatga kirishiga sabab bo'ladigan bitta omil. Buni ham mahkam ushlash kerak. Degani bugun musulmonlarning ichida bir-biridan orozlab, bir-birini kechirmaslik qanaqadir ko'payib qoldi. Buni sen qayerdan bilasan desangiz, menga kelayotgan murojaatlar bu xalqning murojaatimi? Men shundan bilaman. Men shundan bilaman. Shundan xabar topamanki, ha, mana tema qimirlab qopti deyman. Masalan, o'sha temada yo hafta yo oy ichida ko'p murojaat, ko'p savollar kelib qoladi. Bilamanki, ha, shu tema qanaqadir ko'payib qopti. Yo mo'mina bo'libdi, shundan bilaman men. Deganim, bugun bir-biri bilan orozlashib, gaplashib yurmaydigan musulmonlar ko'payib qoldi hozir. Bu yaxshi emas bolalar, akalar, qadrdonlar. Agar mabodo shetda o'tirib kimlar bilandir ayb unda bo'lsa-da, orozlashib yurgan bo'lsangiz, bu yaxshi emas. Zonnu bil mu'minina xayron. Qoida, shuni qoida qilib olinglar hayotlaringda. Men ochiq qoida qilib olganman ko'proq. Shuni tish tirnog'im bilan
shu hadisga amal qilaman men. Zonnu bil mu'minina xayron, bu degani ey mu'minlar, bir-birlaringdan doim yaxshi gumon qilinglar. Yaxshi gumon qilaylik akalar bir-birlarimizdan. Siz mendan yaxshi gumon qilavering. Men sizdan yaxshi gumon qilaveray. Ko'rmay qolgandir, e'tibor bermay qolgandir, kayfiyati yo'qdir, xotini bilan urushib qolgandir. Xotin bilan urushib chiqsa kayfiyat bo'lmaydi-ku uyda. Misol. Yo hayol joyida bastur, masalan, noto'g'ri ko'rishib qo'yishingiz mumkin men bilan siz, yo men siz bilan noto'g'ri ko'rishib qo'yishim mumkin, yo noto'g'ri qarash qilib qo'yishim mumkin, yo nimadir. Shuning uchun bir-birimizdan yaxshi gumon qilaylik akalar. Xo'p. Inson mehmondorchiligi bilan hakimlarning gaplari ekan bu. Mehmon do'st odam, mehmondorchilikni nima deydi? Yaxshi ko'radigan inson dunyoda juda ko'p yaxshiliklarga sabab bo'ladi, erishishiga va insonlarning orasidagi g'illag'ashlik, dushmanchilik va bir-biriga nisbatan bo'ladigan nafratlarni yo'qolishiga sabab bo'ladi degan ekanlar. Bunday fikr qilib ko'rsangiz, haqiqatan ham yaxshiliklarga ko'p yo'liqishingiz mehmondo'st odamni Alloh yaxshi ko'radi. Sabab tepada hadis eslayni turgan bo'lsa, iymoning bormi? Ha, bor. Mehmoningni hurmat qildilarmi? Bu degani mehmonni yaxshi ko'rib, mehmonni hurmat qilganda Alloh yaxshi ko'radi. Sabab iymoni bor odam qiladi bu ishni. Bu bittasi. Ikkinchisi, mehmondo'st odamni oldiga hamma odam borgisi keladi. Qaysi mahallaga, qaysi shaharga, qaysi viloyatga, qaysi davlatga borgan bo'lsangiz e'tibor beringda, sizni boshqacha kutib olgan insonni birinchi o'shaning oldiga borgisi keladi. Mehmon do'stda u qovog'ini solmaydi, to'mtaymaydi, xo'mraymaydi, chiroyli kutib oladi. Bu degani mehmon do'st odamni do'sti ko'payadi. Do'sti ko'p inson inshaalloh bu dunyoda muammoga yo'liqib qolmaydi. Chunki u do'sti bo'lmasa, bu do'sti bo'lmasa, u do'sti yordam beradi. Bu dunyodagi yaxshiliklari bu. Bu dunyodagisi bu. Xo'p. Abdul Qodir Jiloni hazratlari eshitgansizlar? Avliyolarning sultoni. Shu kishi aytgan ekanlar. Bu endi mezbonlarga aytgan ekanlar. Men o'sha internetdan mehmondorchilikni odoblari deb yozganimda chiqdi. Minal adabi alla yuksira nazara ila wujuhil akilin. Ey mezbon deyaptilar. Uyingga kelgan, o'z uyimi umuman mehmon qilayotgan odamlaringni yeyishiga qaramagin degan ekanlar. Yeydi-ku, masalan, narsa qo'yasiz mehmonga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shoshilish shaytondan deganlar. Vaholanki shoshilish shaytondan deb ba'zi bir ishlarda shoshil deganlar. Shulardan bittasi mehmon kelganda mehmonni oldiga tezroq narsa olib kelgin. Tezroq. Nimaga desa, mana tasavvur, siz mehmonsiz, men mezbonman, uyimga bordingiz, o'tiribman, harakat qilganim yo'q, dasturxon solganim yo'q, nimadir olib kelganim yo'q. Bu degani nima degani? Malol kelyapti degan tushunchaga borib qolasiz odam. Shuni aytayaptilarki, Abdul Qodir Jiloni hazratlari uyingga kelgan mehmonlarni yeyishiga qaramagin. Chunki bu ishing ularni xijolatga qo'yadi. Va mehmonlarning oldida deyaptilar, mezbonlar, shuni bilib olaylik. Juda ko'p guvohi bo'lganman shu narsani. Insonlarning tabiatini buzadigan qiliq qilmagin, gap gapirmagin debdilar. Mana inson tabiati bo'ladi, o'sha dasturxon ustida yoqtirmaydigan qiliq va yoqtirmaydigan insonni ishtahasini bo'g'ib, nasreniyasini yo'qotadigan gap gapirmagin. Masalan, uyda odatda mezbon choy quyamiz, tasavvur qiling, siz uyimizga bordingiz, men sizni kutib olib, mehmon qilib o'tirib, oyog'imni qashib sizga choy quyib beryapman. Tasavvur qilyapsizmi? Bu bittasi endi, bitta detalni aytyapman endi men sizlarga. Unaqa ish ko'p u endi. Qashiydigan joy ko'p-ku, to'g'rimi?
Shunaqa qilmasligimiz kerak ekan. Bu yaxshi bas ekan bu. Va yeyotgan odamni yeyishiga qaramaslik kerak ekan. Hani bir latifa keladi-yu, bir odam uyga mehmon chaqirib, uyga asal qo'yganda mehmon asalni botirib yeyotganda uyda egasi, "Ey mehmon, asalni ko'p yesiz, kasal qiladi, davleningizni ko'taradi" desa, kimi davlenasi ko'tarilayotganini bilyapman degan ekanda. Asal 70 mingga oz, to'g'rimi? Ikkita botirsiz 150 gram ketdi-da. O'shunaqada, xullas deganim, mehmonni shunaqangi hurmat qilish kerak deb Abdul Qodir Jiloniy hazratlari aytgan ekanlar va aytgan ekanlar. Yana davomi bor ekan. Ularda ko'ngillarini olaman deb yolg'on gap gapirmagin degan ekanlar. Yolg'on gapirib ko'ngillarini olaman. Nima deydi Ali? Ko'ngil uchun ko'ngillarini olaman deb ishonsiz hozir o'ylab turdim siz deb qo'yadi-yu, yaxshi ko'rinish uchun. O'ylayotgan bo'lsa, xo'p, o'ylamagan bo'lsa-chi? Shunaqalarni eshitdimmi? Agar shunaqalar bo'lsalaring, tavba qilinglar. Tushida ko'rmagan odamni ko'rdimdirkan. Ki uni oldida ochko olish uchun yo nimadir, endi nimadir deydi xullas. Unutmanglar, odamlarga yaxshi ko'rinish uchun, odamlar bilan oradagi munosabatni yaxshilash uchun yolg'on kerak emas. Agar yolg'on bilan orangizni yaxshi qiladigan bo'lsangiz, unaqangi do'st ham kerak emas. Ko'rmagan tushini ko'rdim deyish yo tushiga qo'shib yolg'on qo'shishlik eng katta yolg'on hisoblanadi. Eng katta yolg'on hisoblanadi. Ko'rishib, men shunaqa odamlarni eshitdim. Xo'p, men tushimda bunaqa ko'rdim desam, yolg'onligini isbotlayolmaysiz-ku. To'g'rimi? U shuna deb turib, ikkinchi o'rtog'iga borib turib, ko'rmagan tushimni bu oshnamga aytib shuna dedim degan, u orqali xabar kelganda xullas. Deganim, qadrdonlar, ko'rmagan narsalarni tushlayni ko'rdim demanglar. Ko'rmagan odamlarni ko'rdim demanglar. Bu yaxshi emas bu. Juda yomon gunoh bu. O'zi yolg'on yomon-da, sabab yolg'onchi meni ummatim bas deganlar-ku Rasululloh alayhisalom. Xo'p. Yana shu bugungi mavzumizga tegishli hadis payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlar. Qarang. Ya Yuhannas, ey insonlar, afshus salama, oralaringda salomni keng yoyinglar. Va at'imut ta'ama, sizlar taom yediringlar. Va sollu van nasu niyamun, odamlar uxlayotgan paytda namoz o'qinglar. Bu tahajjudga ishora bu. Tadkhulunal jannata bi salamin, shunda xotirjam maza qilib jannatga kirasizlar dedilar. Endi to'xtalamiz. Salomni keng yoyish, taom yedirish, odamlar uxlayotganda, ya'ni kechasida turib namoz o'qishimiz bizni xotirjam jannatga kirishimizga sabab bo'ladigan amallar ekan shular. Betdagi bugungi mehmondo'stlik, oliy fazilat degan mavzuyimizga tushadigan joyi va at'imut ta'ama degan joyi tushadi. Ya'ni taom yediringlar. Yedirish degani bizda mehmondorchilik deganimi? Men eriyman, mehmon qilaman degan lafzlar bilan gapiradi. Masalan, eriyman, mehmon qilaman, abidmandan, ujummandan deymiz-ku. Shu narsani Rasululloh alayhisolom aytibdilar. Lekin buni qandoqligi haqida yana bitta hadis bor. Payg'ambarimiz alayhisolom aytganlar, buni ham o'zlaringga andoza qilib olinglar. Men ko'proq shuni andoza qilib olganman va tish tirnog'im bilan amal qilishga harakat qilaman. U nima desiz, taomini hech kim yemasin, yaxshilarga yedirgin. Bu bitta qoida. Ikkinchisi, hech kimning taomini yemagin, yaxshilarning taomini yegin. Bu degani yedirayotgan shaxslaringizga ham qarang do'stim. Ikkinchisi,
yeyotgan taomingiz kimniki ekanligiga ham qarang do'stim. Bu degani noto'g'ri, noshar'iy, gunoh, eng qo'poli harom yo'l bilan topadigan odamni taomini yema degani bu degani. Va bu degani sen yedirgan taom bilan, uni energiyasi bilan, uni quvvati bilan yomon ish qiladigan odamlarga taom yedirmagin degan. Shunga biz e'tibor berishimiz kerak. Keyingisi Rasululloh alayhisolom hadislari bor. Alloh eng yomon ko'radigan ziyofat, mana o'tiramiz-ku 4, 5, 10, 50, 100 kishi. Shuni ham qoida qilib olinglar. Eng Alloh g'azab qiladigan dasturxon o'tirish, muhtoj, kambag'al yo'q o'tirish deganlar. Bu nima degani? Uyingizda ehson qilyapsiz, marosim qilyapsiz, to'y qilyapsizmi? Ayting muhtojlar. Nevarada ayttirmang, o'zingiz kirib ayting. Oshna, to'y qilyapman yo aqiqa qilyapman yo marosim. Kiring qo'shni deb o'zingiz ayting. Kirib o'tirsin. Agar o'sha dasturxonda muhtojlar bo'lmasa, Alloh yomon ko'rgan dasturxon bo'lib qoladi bu. Qoidani bildiringlar. Qoida shu. Keyingi bitta eng asosiy qoida bor. Bunga men gapirayotgandan boshlab sizlar ham juda ko'pimiz amal qilmaymiz. U nima desa, Payg'ambarimiz alayhisolom hadislari bor. Vallohu alam shu ibora bilan keladi. Ana va atqiya'u ummati bari'un anit takalluf. Aw kama qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Man deb o'zlarini aytadilar. Man va meni taqvodor ummatlarim takalluf qilmaydilar deganlar. Takalluf degani o'zi qodir bas narsalar, imkoni yo'q narsalarni qilish va yuzaki narsalarni qilishni takalluf deydi. Bu degani, buni sharhi G'azzoli alayhi rahmani Ihya'u Ulumiddin degan kitoblari keladi. Ya'ni shu kitobda aytadilarki, bilasizlarmi, musulmonlarda orasida bordi keldilar, nimaga yo'qolib ketdi bilasizlarmi deydilar. Ya'ni mehmondorchilik bordi keldi. Bilasanmi nimaga yo'qolib ketdi deydi. Boruvchi mehmonlar ham, kutib oluvchi mezbonlar ham takallufga berilib ketganligi uchun bugun mehmondorchilik kamayib ketdi. Bu nima degani? Maksimal darajada harakat va xarajat qilib mehmon kutib olyaptimi? O'zi qodir emas, cho'ntak ko'tarmaydigan holatda. O'sha u uchun ikkinchi mehmon malol o'sha. Yo'inki borayotganda o'zi qodir emas narsalarni qana quruq borasan deb qodir emas narsani qiynalib olib boradimi? O'sha u uchun ikkinchi mehmondorchilik malol o'sha. Qachon mezbon va mehmonga bordi keldi malol kelmaydi. Takalluf qilmasa. Takalluf qilmasa nima degani? Uyingizda nimaga sharoitingiz bor? Qo'ying, bo'ldi tamom. Agar uyingizda bor narsani men borganimda qo'yib kutib olganligingiz uchun bu meni yaxshi kutib olmadi desam, men fosiq bo'laman, sizga uni fosiq odam kerak emas. Biz bitamiz Andijondan, bitamiz Qo'qondan, bitamiz shu yerdan Farg'ona, Marg'ilondan, Toshloqdan. Bir kun Marg'ilondanman desam, bittasi bu Marg'ilonlik emas-ku dermish. Bitta Marg'ilonlik bola. Mayli gapirmaylik uni. Xo'p, 3 ta mehmon. Men buni nimaga aytayapman? Men tan berib qoyil qolganim, o'sha zot kosonga borganmiz biz. Shunaqa menga tarbiya bo'lgan va tarixda men uchun bu andoza bo'lib qoldi va juda qattiq ta'sir qildi. Bir olim, bir zot, men zot deb gapirganim bilasizlar, zot, palon zot deganda bir ulug' inson tushuniladi. Juda kamtar, zo'r odam. Bordik, o'tirdik, duo qildilar, tanishtirdik o'zimizni. Men shunaqa Marg'ilondan, bu yoq Andijondan, bu yoq Qo'qondan deb 3 kishi kirdik. Ha, yaxshi o'tirib duo qildilar. Bitta nevaralari keldi. Olib chiqing uyda bor narsalar dedilar. Keyin olib chiqdilar. Hech esimdan chiqmaydi. Karsillab yeydigan qovunni nima derdi? Shakarpalak. Shakarpalak qovun chiqdi. Oq qand bor bilsang, pechay deydimikin? U chiqdi.
keyin qop qora non chiqdi, tandirda yopilgan bo'rka emas, u chiqdi, choy chiqdi. Nonni sindiraman dedi, o'zimiz sindirdik, o'tirdik, choy ichdik. Bo'ldi shu. Tasavvur qilyapsizmi? 3 ta joydan kelgan mehmonni kutib olish holati. Shunaqangi maza qilib o'tirdim bu bir. Ikkinchisi, meni qiziqib qoldim. Nimaga bunaqa qora non? Qora non, mana shunaqa rangda, haqiqatan ham shunday rangda. Qop-qora non. Keyin qiziqdim. Shunaqa taqvodor odam ekanlar, bu sizlarga men ibrat shu aytyapman. O'zlari bug'doy ektirib, o'zlari chiqartirib, unini olib qo'yib, o'zlari non qilib yerkanlar o'sha odam. Tasavvur qilyapsizlarmi? O'zlari bug'doy ekib, chiqartirib, uylariga olib qo'ygan ekanlar. O'sha undi noni ekan o'sha. Taqvo, parhez mana shu bo'ladi.